Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Qo'shko'pirga keldik. Xudo xolasa, svetli kuxonniy zakaz berdilar. Bitirib tayyorlab olib keldik. Xudo xolasa, mana bir qator obzor etib ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu tarafda gaz turadan bo'ldi. Aynalarni cho'tkatib, ko'p perdalar ko'p berdik. Svetli kuxonniy 3 xil bo'lib yanadi. Asan bir qator aytadigan bo'lsak, bunda kashkodanlari bor. Kulak mexanizmlari hammasi cho'tki, mo'kaning ham yaxshisidan qo'yib berdik. Simsitini olib qo'yadilar, yana bir teyin to'g'risi bo'ladi. Asan mokriy akrilda bo'ldi bu. Tovoq badamlari bo'ladi ichida, quloqlari o'zi tortib ketadi. Xohlasa, shunday kuxonniy mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar, nishik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nomerlarimiz aytadigan bo'lsak 99lik 021 38 32. Esa bizlar qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda xohlasa yetib boradi.